tashkilotimda xodimlarni ishga qabul qilayotganimga masalan, birinchi uning yuzidagi ko'zida mehr bormi? Yuragining mehriga, yuragining kengligiga qarayman. Shumasiga qarab, mana shu xodimlarimni saralab tanlab olaman. Очень хорошие воспитатели, потому что чувствуется прям любовь к детям. У меня вот получается маленький ребенок, мы ходим с 2 лет при адаптации, то есть она с удовольствием идет. Видно, они относятся к ним именно как к своему ребенку, даже иногда больше, чем мамы. Imkoniyati cheklangan bolalarga mo'ljallangan bo'lib, tashkilotimiz 2 bo'limdan iborat. Reabilitatsiya markazimiz bor va maktabgacha ta'lim tashkilotimiz bor. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda bola o'rindig'i 150 ta, 10 ta guruh faol olib boradi. 10 ta guruhdan 2 tasi tungi guruhimiz bor. Imkon betda hamma sharoiti bor. Eng dunyo standartidagi oxirgi betda muolajalar qilishadi. Reabilitatsiya mashg'ulotlari o'tishadi. Yevropa va dunyo bo'yicha ham qidirganimizda bunaqa joy. Betdan qoladigan joyi yo'q. 10 dan ortiq joyni men qidirib ko'rganman. Isroil, Amerika, Xitoy, Avstraliya, Avstriyaga, Turkiyaga ko'p joyga qaraganimizda bir xil, bet bilan farqi yo'q. Детям нравится, да. Она с удовольствием идет. Вот сейчас мы, получается, не ходили пару дней, и она уже всем машет, всем мы в садик пришли. Biz bolalar mana kelganda birinchi maqsad narsa bu ozgina o'z-o'zimga xizmat qilish ko'nikmalarini shakllantirishda birinchi o'rindaga. Ertaga katta bo'lish mumkin, hadi buni orqasidan onasi, otasi yurmaydi. Birinchi o'rinda o'z-o'ziga xizmat qilish, ko'nikmalarini, malakalarini o'rgatish. Tarbiyachilarda ham, mana defektologlarda ham. Muhammad Rizo bizani bog'chaga 2,5 yildan oshiq vaqt davomida qatnagan. Bularning tashxislari bolalar serebral falaji. Turli metodikalardan ishladik. Hozirda maktabga chiqib ketdilar. Baland gapirasan. Qanaqa ovqat yaxshi ko'rasan? Osh. O'sha kimni yaxshi ko'rasiz? Telada yaxshi ko'raman. Tashxisdan ham kelib chiqqan holda bir xil bolajonlarimiz 1 oyda o'rganadi. 1 oydan 3 oygacha mana o'rganishlari mumkin. Tarbiyachilar bilan, ayniqsa defektologlar nimani o'rgatishdan boshlaydi? Salomlashish, xayrlashish. Endi buni bo'ldi, nimaga o'tamiz? Endi ol, ber, ko'nikmalarini o'rgatamiz. Hozir o'g'lim 10 yosh, ismi Sarvarbek. 4-sinfda o'qiydi, oddiy maktabda o'qiydi. Biz bo'tga yangi ochilgan paytda birinchi kelganmiz, 6,5 yosh bo'lgan. Bolam emaglamasdi, yurmasdi, turmasdi umuman. Zo'rg'a arang o'tirardi, bukchayib. Oradan 2 oy o'tgandan keyin videolarini tashlashni boshlashdi. O'zi sekin-sekin qadam qo'ygan, oshxonalarga o'zi yurib borgan, o'rtoqlari bilan gruppalarda o'ynaganlarini. O'sha paytda birdan bizga shunaqangi bir mo'jiza bo'ldiki, men tasavvur qila olmayman bu narsani, sizlarga so'z bilan aytib bera olmayman. Shu birinchi she'ri, ona haqidagi she'rini eshitganimda rosa yig'laganman to'g'risi. Qo'liga qalam tuttirgan, she'r yodlattirgan ustozi. Anaqa boladan she'r, anaqa kutish ham anaqada faqat yotadigan boladan shu yaxshilab eplab gapira olmasdi hamda. Shu o'rtada she'r aytganida hamma direktorlar, hamma kelgan mehmonlar o'rnidan turib qarshi chalishganda shunaqa faxrlanib ketganman. Endi yillar oldin o'zimning farzandim ham shunaqa maxsus bog'chaga borgan. Bu darajada bo'lmagan-ku. Endi meni o'g'lim hozir mana 19 yoshga to'ldi. 19 yil oldin endi u zaif eshituvchilar bog'chasiga borgan. O'g'lim shu bog'chaga olib borganimdan keyin o'zi soham boshqa bo'lgan.
buxgalteriya sohasi bo'lgan. Men sohamni tashlab, surda sohasini o'rganishga harakat qilib, endi buni tilini tushunishim kerakligi uchun ham men rozi bo'lib o'sha bog'chaga kirganman. Adashmagan ekanman o'sha sohani tanlab deyman. Bir xilda shunaqa o'ylab qolaman. Xursand bo'lib ketaman. Tili chiqmagan bolalar bo'ladi. Bu yerga kelib tili chiqadi-ku, xursand bo'lib ketasiz. Biz unga shu dunyoni ochib beruvchi kalit bo'lamiz. Ochib, shu dunyoni biz ular bilan qadamma-qadam birgalikda qo'lidan ushlagan holda o'tib boramiz.